Трапеция. Трапеция дегенім қарай мына затта кеше төртбұрышақ өттік. Мысалы үшін бірінші квадрат өттік. Квадратта асты мен үсті параллель болады. Еще тең болады. Дұрыс па? Асты мен үсті тең болады. Үсті А болса, астында не болады деді? А болады. Одан кейін тура мүйістегі төртбұрышақ өттік. Тура мүйістегі төртбұрышақта үсті мен асты тең болады. Олар параллель болады. Дұрыс па? Ал одан кейін параллелограммды өттік, ромбты өттік. Одан сондай асты мен үсті параллель болады да, параллель. Трапецияда да сондай. Асты мен үсті параллель болады, достар бір-біріне тең емес болады. Асты ұзырақ, төбені кішірек, төбесі ұзырақ, асты кішірек болады. 19 тема. Трапеция дейді. Асты мен үсті параллель болады обязательно. Былай қарай и былай қарай ұстастыратын болса, осы трапеция дейді. Трапецияда төртбұрышақтың бір түрі. Яшма? Түсінесіз бе? Трапецияның бұрышақтарын альфа, бета, гамма, фи деп алатын болсақ, ішкі бұрышақтардың негативі нешеге тең болу керек? Бұлан төртбұрышақ емес пе? Альфа, бета, гамма плюс фи деген неше градусқа тең болу керек екенсің, 360 градусқа тең болады. Трапецияда да диагонал деген түсінік болады. Диагонал. Диагоналдар ұлына бір-біріне ұқсамайды болады. Д1 мен Д2 екі түрлі болады. 90 градус астында кесіледі деп айта аламыз. Мысалы үшін мына мүйістімізде фи деп алатын болса қайттан. Мынау Д1, мынау Д2 болатын болса майданы қайттан тауып кете береміз. Екіден бір Д1 көбейту Д2 синус фи. Мына екіден бір Д1 көбейту Д2 синус фи деген формула төртбұрышақтар үшін ортақта, әнмен төртбұрышақта сөйтіп осы формула қойып майдан тауып болады. Енді квадраты 90 градусқа тең, ромбтары 90 градусқа тең. Содан сәл өзгерістер болуы мүмкін. Дұрыс па? Түсінікті? Периметрін айтып қойайын, периметр төрт тарапын не қылып жібереміз, бір-біріне қосып жібереміз. Диагоналдар теңдей кесілген орта теңдей бөлінеді деп айта аламыз. Қашан теңдей бөлінеді деді? Параллелограмда, ромбта, квадратта, төртбұрышақта. Түсіндіңіз ба? Трапецияда теңдей бөлінбейді. Теңдей бөлінеді деп айта аламыз. Трапецияда А һәм Б тәріптер трапецияның ұлтанлары, яғни асослары, тикарлары деп айтады. Енді, қандай да бір H биіктік бар болса, қайтан сақшта. Трапеция, трапеция. Трапецияда, мынау А, мынау Б, бұның майданы табу керек болса, мынау H биіктікті беріп қойған болса, сенде трапецияның майданы S тең, екі ұлтанын қосып, А плюс Б-ны екіге бөліп, H-қа көбейтсек, бізде сол майдан тауып аламыз. Трапецияның майданы сол арқылы табамыз. Ясы ма? Түсіндіңіз бе? Түсіндік па? Аха, трапецияның орта сызық деген зат бар. Трапецияда орта сызық деген ол таманды теңі екіге бөліп тұрған сызыққа орта сызықты береді. Орта сызыққа тең болады. Орта сызықты бізде L деген харфпен белгілеп аламыз. Орта сызық. Орта сызықтың табатын формуламыз L тең. Енді жағдайға қарап, үлкен ұлтаннан, үлкен тикардан кіші тикарды алып, B минус A-ны, үлкен тикар мен кіші тикарды қосып, екіге бөлсек, сол орта сызық табылғанына тең болады. Ясы ма? Түсінесіз бе? Сонда A плюс B бөлінген екіде тең, ол L-ға тең болатын болса, майданды сонда мынандай болған топ кетсек болады ма? S тең, L көбейту нөмірден топ кетсек болады кеш, H деп топ кетсек болады. Наның орнына просто L деп жазып кетті. Ясы ма? Түсінесіз бе? Түсінік пе? Енді, теңеулі трапеция деген бар. Теңеулі дегені екі қапталы тең. Мысалы үшін, мына тараппен. Мысалы үшін, мынау С, мынау Д. Мынау төрт тарапы төрт түрлі да. Енді теңеулі трапеция, мынау С, мынау А, мынау Б деп алатын болса, қарай қақсаттың ғой. Бұлай қарай диагонал өткен еді ғой. Тап соның мүйіштен бұлай қарай белгілік түсірсек. Мына аралық бар емес, мына аралық. Мысалы үшін, мына жерден орта сызық жүргізсек те бұлай. Орта сызық жүргізсе. Соны бұлай қарай тартсаң бар ғой, мына қарай тартсаң, мына сызыққа тірелген нөлге ұқсап қалды ғой. Бұлай. Не жат бұл? Параллелограмда мынау мен мынау не болады? Тең бұл. Мынау не еді мынау? Орта сызық. Дұрыс па? Орта сызықтың формасы мынау емес па? Демек, мынадан мынаға шегінген болған аралығын нөлге тең болатын болса, А плюс Б бөлінген 2. Ал сонда мына аралық нөлге тең дейтін болсаң, ол B минус A бөлінген
2'ye teң bo'ladi. Ulkan diagonal, ulkan asosdan kichik asosga farq deymiz. Bunda teng yo'l deydi. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Yana bir tushunib bor. Qasdetlarga tushunib ketdik pastdan. Teng yo'lli trapetsiyada diagonallari kesilsa-da, iso perpendikulyar deb qasani, agar perpendikulyar deb qasa, perpendikulyar desa, o'rta chiziq bilan L bilan H teng bo'lib qoladi. Ya'ni perpendikulyar bo'lgan vaqtda o'rta chiziq bilan H teng bo'lib qoladi. Расчет. Sonda H deganda nolga to'p ketsak bo'ladi. A plus B bo'lingan 2 deb to'p ketsak bo'ladi. Bu perpendikulyar bo'lsa, perpendikulyar degan 90 gradus qasini kesilsa degan. So'rab to'p ketsak bo'ladi. Расчет. Perpendikulyar bo'lgan joyda. Endi trapetsiyaning mana ham turi bor misol uchun. No, to'g'ri burchakli trapetsiya bo'lsa hisoblanadi. No A, no B. Buni C deb oladigan bo'lsak, biyikligi nimaga teng bo'lsa, unda baribir siz C-ga teng bo'ladi. Yaxshimi? To'g'ri burchakli trapetsiya. Endi buni aytmasam ham, logikani o'ylasam ham so'zladimizmi? Tak, o'rtasida aytdik, neni aytdik, nimani aytdik. Qara. Qara, yana biz qasonni aytib berishik bu. So'zlaymiz. No trapetsiya. Trapetsiyada diagonal kesilsa, diagonallar kesilsa, diagonallarning o'rtalarining tutasida kesimli bormi? Diagonal o'rtasining tutasida kesimli bizda agar K deb oladigan bo'lsam, o'sha K deganda, o'sha K degan zatimiz B minus A bo'lingan 2 ga teng bo'ladi. Yaxshimi? B minus A bo'lingan 2 ga teng. Nega desang? Misol uchun tak. Bularga belgilab tushirdik-da, misol uchun. Bularga belgilab tushirdik. Bunani bularga aytsak. Misol kesib berib turibdi. Mana K deb oldim. Bunani bularga aytsak. Nom nimaga teng bo'lib qoldi? Uni zot hisob qilib mana. Parallelogramma teng bo'lib qoldi. Mana men nima bo'ldi dedim? Teng bo'ldi. Demak, yana biz mana B minus A bo'lgan 2 deb oldik. Demak, nom B minus A bo'lgan 2 bo'ladi. Yaxshimi? Tushundingizmi? Qasdetlar ular главный buni orqali maydonni topamiz degan tushuncha bor. Bo'lgan trapetsiya degan gap shu. Yaxshimi? Ko'rib chiqar. Tamam. Ketib qaraymiz. Birinchisi. Trapetsiya birinchisi. Trapetsiyaning asoslarining tekrorlari so A teng 6, B teng 12 dedi. Uning o'rtasida L teng bo'ladigan ichiga 6 plus 12 bo'lingan 2. Nishiga teng bo'lgan 9 teng. Tushundingizmi? O'rtasida. Bugun o'z 2 bo'ladi. Tushundingmi? Keyingi 4. Trapetsiyaning asoslari A teng 6, B teng 12 bo'lsa, balandligi H teng 5 ga teng bo'lsa, trapetsiyaning yuzini so'raymiz. S teng 6 plus 12 bo'lingan 2 ko'paytirishi bo'ladi. 5. 6 ga 12 bo'lsa 18 ga ko'rsang 9 ko'paytirib 5 45. Maydalanishga teng bo'lib qolgan 45 ga teng bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Tushunasizmi? 7. Trapetsiyaning maydoni S tengligi bizga 40 ga. Buyuklik H teng 8 deydi. H teng 8 bo'lsa, uning o'rta chizig'i qanchaga teng bo'ladi? L ga so'radi. L. S teng formulasi A plus B bo'lingan 2 ko'paytirib H emasmi? S teng uni men 40 yozaman. 40 teng. Mana bu nima menda? O'rta chiziq bo'ladi. Buyukligimiz nima teng? 8 teng. L teng shunga so'ratilishiga S. L degan bu o'rtasi. Tushundingizmi? 10. Diagonallar D1'imiz bizga 8 ga teng, D2'miz bizga nechiga teng? 14 ga teng. Ular orasidagi burchak phi deganda 30 gradus deb berib qo'yibdi. Sonda uning maydoni S teng 2/1. D1'imiz 8 ga teng, D2'miz 14 ga teng. Ko'paytirib nima bo'ladi? Sinus 30 gradus. Buni men aniqlatsak 4 ko'paytirib 14 sinus 30 gradus nechiga teng? 1/2. Nomen aniqlatsak 2 ko'paytirib nechiga teng bo'lgan? 8 ga teng bo'lgan. Answer. Pastga qarasam. 13. Trapetsiyaning asoslari
B C D E. Nega men C ni bunday qildim, nega bu yerda C deb olmadim? Sebebi BC asosi BC deb yozib qo'yibmiz bitni. BC ni ichiga teng deydi bizda deydi. 8 ga teng ekan, Y dirimiz ichiga teng ekan, 4 ga teng ekan. BD diagonal va CD diagonal bir nuqtada kesadi. Burada bunu ko'rganmiz. Ularni ko'rish. Qara. No trapetsiya. Trapetsiyada mana bu ikkita diagonal 10 nuqtada kesishadi deb o'ylaydi. 10 nuqtada kesishadi deb o'ylaydi. Mana x, mana y, mana a, mana a deb kesib qo'yadi. Qanday yapamiz bo'lsa? T mana z deb o'ylaydi. Z deb o'ylaydi. Qatnas degan sifatda qarab, x ning mana so'shunda a, mana b bo'lsin da. Qara. Men basta ulkan tikatdan boshlayman. Ulkan tikat nima menda? B. B ning a ga qatnasi x ning qarab mana ishlaymiz. X ning y ga qatnasi teng, vol teng bo'ladi, ya'ni z ning t ga qatnasi teng qatnasi bo'ladi. Diagonal kesishadi. Yaxshimi? Бұл qayerdan kelib chiqqan? O'xshashdan kelib chiqqan. Sebebi mana mesh alfa bo'lsa, aslidagi meshim nima bo'ladi bizda? Alfa bo'ladi. Mana uchburchak bilan aslidagi uchburchak o'xshashda. O'xshashdan kelib chiqqan. Yaxshimi? Unutib qo'ying. Katta o'rtaga katta taraf qilasizda. Okay? Yana 13-hisobda 13-hisob o'shanlarida B da ham C ga diagonal bor. B da ham C ga diagonal P nuqtada kesishadi deydi. P nuqtada kesishadi. DP. P nuqtada DP bizga nechga teng deydi? 3 ga teng bo'lsa, B P buni so'radi. Buni so'radi. Nan x deb. Qara, shang'i 8 ning 4 ga qatnasi, 8 ning 4 ga qatnasi teng bo'ladi. Birinchi qaysi tarafga oldik? Ulkan o'rtani oldik, do'stlar. Ulkan o'rtan 8. 8 ning 4 ga qatnasi x ning 3 ga qatnasi teng bo'ladi. X ning 3 ga qatnasi. Nominatsiya bizga 2 bilan 1 proporsiya qilsak, x ning ichiga shart kelmaydi. 6 deb bo'ladi. Tushundingizmi? 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 18. Teng yo'li trapetsiyaning teng yo'li trapetsiyada teng yo'li y qaptali teng bo'lgani uchun y qaptali tengdanmi? Burchaklarning biri ikkinchisidan bir y qaptali teng bo'lgani uchun ikki meshim teng bo'ladi, yaxshimi? Bu uch burchaklar belgilab teng yo'li uch burchak. Biri ikkinchisidan 2 marta katta. Buni alfa bo'lsa, buni nima bo'ladi menda? 2 alfa. 2 alfaga alfani qo'shsak nechaga teng bo'ladi deb o'ylaysizlar? 180. 2 alfa plus alfa teng 180 gradus deb bo'ladi bo'lsa, 3 alfa teng 180 gradus bo'ladi bo'lsa, alfa teng necha gradus chiqadi? 60 gradus. Buni 60 gradus bo'lsa, buni necha gradus bo'ladi? 120 gradus bo'ladi. Tushundingizmi? Apoying. Şarjı emas, yana telefon qo'shadi. Tushundingizmi? Ansatda? Keyingi ishmadi. 20. Al. 4-chi ma'lum. Teng yo'li trapetsiyaning diagonallari o'zaro perpendikulyar. Ya'ni bu deydi, diagonallar o'zaro perpendikulyar bo'ladi desak. Biroz aytdim o'zim. H L teng bo'lib qoladi. Ya'ni o'rta chiziq belgilikka teng bo'lib qoladi, to'g'rimi? Teng yo'li trapetsiyaning diagonal o'zaro perpendikulyar. Trapetsiyaning katta asosi 14 koordinatasiga 2 ga teng bo'lsa, kichik asosi 4 koordinatasiga 2 ga teng. Demak, H degan tartibimiz bizda A plus B bo'lingan 2 bo'ladi, perpendikulyar bo'ladi degan vaqtda. Nima bo'ladi? Shu trapetsiyaning yuzi. Birinchi biz H qo'yamiz. Qara, trapetsiyaning maydoni formasi qanday o'zi? S teng A plus B bo'lingan 2 ko'paytib nima kerak? Bizga mana yerda o'tgan H kerak. Mana bu nimaga teng bo'lib qoladi perpendikulyar bo'lganda? H ga teng bo'ladi, to'g'rimi? Men buni H deb aytmasam, H ko'paytib H teng bo'lgan H kvadrat degan forma chiqadi, to'g'rimi? H kvadrat degan. Ya'ni u qachon diagonallar perpendikulyar bo'lgan kezde g'alati, yaxshimi? Diagonallar perpendikulyar bo'lgan kezde.
Endi bize h mına yerden toplasak bo'ladi. H teng bo'ladi sende 14 ko'rinmasini 2 qo'shilgan nimaga? 4 ko'rinmasini 2 bo'lingan 2 ga. Necha bo'ladi? 9 ko'rinmasini 2 mi o'yimi? Endi hashni o'rniga qarab qo'yadigan bo'lsam, 9 ko'rinmasini 2 ning kvadrati 81 ko'paytirib 2 teng necha chiqadi ekan? 162 teng javob chiqadi. Tamammi yo'q? Tushundingizmi? Tushundingmi? Tushundingmi? 26. 26 da. Teng yo'li trapetsiyaning kichik asos 4 ga. Teng yo'li trapetsiya. Teng yo'li trapetsiya. Teng yo'li trapetsiyaning kichik asos nechaga teng deysiz? 4 ga. Perimetr teng yo'li yo'li. Perimetr deng 4 tarafini qo'shilsa, o'sha 34 ga teng. Uning diagonali o'tmas burchagini teng 2 ga bo'ladi. Diagonal o'tmas burchak. O'tmas burchak qaysi? Bunami, bunami? Astmi, ustmi? Usti. Nega asti? Usti teng 2 ga bo'ladi. Demak, bularga diagonal o'tdi, teng 2 ga bo'ladi dedi. Teng 2 ga bo'ladi. Nomen ham teng 2 ga bo'ladi. Nav misol uchun alfa bo'lsa, nav nima bo'ladi? Alfa bo'ladi tengda. Qarang. Z degan harf yana qolganmi? Nav Bulay gelsin. Qaysi meshda teng bor? Bulay gelsin. No alfa bo'lsa, no nima bo'ladi sende? Alfa. Tushunib qo'yishmaydi. Tak qo'y. Kichik asosi 4 ga teng deyapti bizda. Qaysi bir o'ta kichigimi? Trapeziyaning kichik asosi 4 ga teng, perimetr 4 ga teng, uning diagonali o'tmas burchagini teng 2 ga bo'ladi. O'tmas burchagini teng 2 ga bo'lib olsa, alfa bo'ladi. Qarang, z degan tushunishmi? Mana tushunishmi? Mana mesh alfa bo'lsa, mana mesh alfa bo'lsa, mana taraf bilan mana taraf ham nima bo'lib qolgan bizda teng bo'lib qoladi. Mana c deb olsak, mana nimaga teng bo'lsa-ne? C ga teng. Perimetr berib qo'ydi. C 3c plus 4 tengga 34 bo'ladigan bo'lsa, 3c tengga 30 bo'ladigan bo'lsa, c teng necha chiqadi sende? 10. O'ylaymiz? Kichik asos nechaga teng? 10. Trapeziyaning o'rtasini so'radi. Buna bor, o'rtasini qilib aytamiz. L teng 4 plus 10 bo'lingan 2. Teng necha chiqadi ekan? 7 chiqadi ekan. Uning o'tmas burchagi teng kelib trapeziyaning o'rtasida. Ya, javob 7 bor, 7 butun 5 bo'lib ketgan. Yaxshimi? Tushundingizmi? So'rab borma. Так, 29. Teng yo'li trapetsiyaning, teng yo'li trapetsiyada ikki tarafi teng bo'ladi. Teng yo'li trapetsiyaning perimetri 44 deydi. O'rtasi z L teng necha ekan bizda? 12. Yon tomonning uzunligini so'radi. Yaxshi. Tak, yon tomonlar nimaga teng bizda? S ga teng. L deganimiz, qarang. L deganimiz bizda 12 ga teng deb berib qo'ydi. Demek A plus B bölümünün nechiga teng bo'ladi bizda? 2 ga ko'chirsak A plus B teng necha chiqar ekan? Shimol. Perimetr berib qo'ydim bunda. Perimetr. Bunau A, bunau B bo'ladigan bo'lsa, A plus B plus nima? 2 S teng 44 bo'lsa, A plus B nechaga teng bo'ladi bizda? 24. 24 ni olib qo'yaman. 24 plus 2 S teng 44 bo'lsa, 2 S teng bo'ladi. 44 dan 24 topsam 20. Yon tomon nechaga teng bo'lar ekan? 10 ga. Tushundingizmi? Asal. 30. Teng yo'li trapetsiyaning asoslari 4 dan 12 cm. Teng yo'li trapetsiyaning asoslari 4 bilan 12 teng. Diagonali 16 teng. Diagonalning diagonallarning keshish nuqtasida diagonal 16 ga teng ekan.
Diagonalın kesişim noktasıyla diagonal qanday kesmaga bo'lingan. Now 16 dan diagonalni uzun diagonal 16 ga teng. Men misol uchun mana shu yerda x deb oladigan bo'lsam, polniy 16 ga teng emasmi? Bu yerda nima deb olaman? 16 minus x. Shuni so'rayapti. Javob o'xshashlik bo'yicha olamiz. 12 ning 4 ga qatnasi 12 ning 4 ga qatnasi teng bo'ladi. 12 ga mas tarafi nima bo'ladi? 16 minus x ning 2 ga qatnasi teng x qatnasi teng. Yaxshimi? Ulkan taraf, kichik taraf qilamiz. Endi nominal qisqarsa, 3 nechi bo'ladi endi? Proporsiya qilsak, 3x teng bo'ladi 16 minus x ga, 4x teng bo'ladi 16 ga, x teng bo'ladi desa nechiga? 4 ga. Bu yoqda 4 bo'lsa, 16 dan 4 bo'lsa nechiga teng bo'ladi bu yoqda? 12. 4 ham 12 degan kesmalarga ajratadi degan. Tushundingizmi? Qolmasmi yo'q? Bar 2 37. Trapezium diagonallarining birining uzunligi birining uzunligi deydi-da, birining diagonalning birining uzunligi 36 ga teng. Ikkinchisi esa diagonalning kesishim nuqtasida, ikkinchisi deydi, diagonallar kesilsa deydi ona joyda. 36 ga qiyas bir teng 36. Diagonallar kesilsa, ikkinchisi deydi 12 ham 6 ga teng bo'lgan kesmalarga ajraladi. Birinchi diagonal qanday uzunlikdagi kesmalarga bo'lingan deb atadi. Birinchi. 36 deb atib Buni x deb oladigan bo'lsak, bu yoqda nima bo'ladi? 36 minus x. Yaxshimi? Ja, o'xshashlik bo'yicha qarang. Katta tomon nimaga tegmaydi? 12 ning nimaga qatnasi? 6 ga qatnasi teng bo'ladi. 36 minus x ning nimaga qatnasina? X qatnasina. Qisqartsak 1, qisqartsak 2. Proporsiya qiladigan bo'lsam, 2x teng 36 minus x bo'lsa, 3x teng 36 bo'lsa, x teng necha chiqadigan sendek? 12. Tushundingizmi? Bu yoqda 12 bo'ladigan bo'lsa, 36 dan 12 ni olib qolsak 24. Qanday kesmalarga bo'linadi? 24 ham 12 degan kesmalarga bo'linadi. Tushundingizmi? Kechagi o'xshash bo'yicha albatta. Tak, keyingi 37 dan keyingi 42. Tushunasizmi? Qiyin bo'lyapti. Asal tushunasizmi? 42. Teng yo'li trapezium diagonali uning yon tomoniga perpendikulyar. Qarang, tamom tushunib olaylik. Keyin chiqaramiz. Teng yo'li trapeziumning diagonali yon tomoniga perpendikulyar. Yon tomoniga perpendikulyar deydi-da. Misol uchun bunday diagonal o'tkazib bo'lsak, bu yon tomon so'g'an perpendikulyar. Yaxshimi? Diagonal yon tomoniga perpendikulyar degan so'z. Trapezium o'tmas burchagi uchidan katta asosga tushirilgan balandligi o'tmas burchagi bunov so'ran bilan belgi tuzilgan. Balandligi 8 ham 2 ga teng bo'lgan kesmalarga ajratadi. Trapeziumning balandligini toping deydi. Trapezium balandligi. Bizlar hozir mana shundan h to'g'ri bo'lsa, shu h menda trapezium bekligi bo'lmaydimi? Qara, mana uch burchakni bilan sizib olayotgan, qara, bunday qilib sizib olaylik. Mana uch burchagimiz, mana yerimiz 90 gradus. Bular beklik bor turibdi. Bu h degan, mana 2, mana 8 degan. Usmonning h ni qalay to'saq bo'ladi? Proyeksiya degan temada bor-ku. Proyeksiya degan tema bo'yicha qaraysiz bo'lsa, h kvadrat teng bo'ladi nimaga? 2/8. H kvadrat teng 16 bo'lsa, h teng nechaga teng bo'ladi desangda 4 ga. Buna h 2 bir zat emas qoldi. Trapezium bekligi nechaga teng bo'ladi ekan? 4 ga teng bo'ladi. Tushundingizmi? Aniq qiyinimiz. Keyingi 47. Teng yo'li trapezium diagonali. Teng yo'li trapezium. Teng yo'li trapeziumning diagonali uning o'tkir burchagini tengiga bo'ladi. O'tkir burchak degan nomismi? So'ng tengi 2 bo'ladi. Bular o'tkir tengi 2 bo'ladi. Ya'ni bu alfa bo'lsa, bu nima teng bo'ladi? Alfa ga teng bo'ladi. Mana z degan harfga qarang, mana z. Bu alfa bo'lsa, bu nima teng bo'ladi? Alfa. Demak, bu teng degan emasmi? Bu alfa bo'lsa, bu alfa, natrium teng. 3 taraf teng ekan bu. Agar trapezium perimetri 36 ga teng bo'ladigan bo'lsa, katta asos 12 ga teng bo'lsa, uning o'rtasini toping. O'rtasi. Mana A bo'lsa, mana A ga teng, mana nima ga teng? A ga teng bo'ladi. Bizga o'rtasi L bo'ladi. Tak. A qo'shsak 3A plus 12 ga teng bo'lishi kerak. Perimetr necha? 36. 3A teng necha chiqadi? Bundan 36 dan 12 ni topsang 24. A teng necha deganda demak kichik asosimiz
8 dedik. Orta sızık teң болады, мынау 8 болатын болса, 8 плюс 12 бөлінген 2. Нешеге тең болып қалады екен? 10-ға тең болып қалады. Жақсы ма? Түсіндіңіз ба? 50. 50. Асослары 4-12-ге тең болған тең нөллі трапецияның диагоналары өзара перпендикуляр. Өзара перпендикуляр болады, не болады дедік трапецияда? Диагоналар перпендикуляр болса не болады дедік? Не болады дедік? Перпендикуляр болса? H тең L. Яғни H тең болатынде A плюс B бөлінген неге? 2. A деген 4, мынау 12. 4 плюс 12 бөлінген 2. H тең шығады сенде нешеге? 8-ге. Белгіліңіз нешеге тең екен? 8-ге тең екен. Ян табанını тапайын. Қара. Тең яғни трапеция. Тең яғни. Ян табанını тапайын. Мына бұлай қарай түсірсек. Қара, бізде белгілік нешеге тең? 8-ге тең. Мен мына аралық тауып аламын. Мына аралық тауып. Жаңа айттым ғой. Мынадан мынаны алып 2-ге бөлсек мынау кешіп қойма. 12-ден 8 4 тастасақ неше болады? 12-ден 12 алынған 4 бөлінген 2. Тең нешеге тең болады екен? 4. Енді мына жерде мынандай өсімшек пайда болды. Қара міне. Мынандай өсімшек пайда болды. Мына тарап 4-ге тең, мына 90 градус, мына нешеге тең? 8-ге. Яғни таманы Пифагорға салып тауып жүрсек қойма? 8-дің квадраты 16. Демек 64-ге 16 қоссақ 80. Корень астында 80 болады. Корень астында 80 дегеніміз 16 көйтіп 5 деп алып болсақ, 4 корень астында неше шығады екен? 5-ге тең болады. Түсіндіңіз ба? 80-ні қаққан түсіндіңіз ба? Мына 9 квадратын қосып 80 болды. Корень астында 80-ден 4 корень астында 5 шығады. Түсіндік па? Сұрау бар ма? Қараймыз ал, 53-ке бір қарай жайын. Қандай деп атыр екен ол? Қандай трапеция бар? Трапеция бар. 3 ноқтайы тең 2 қысымға бөлінген. X, қысымға өткерген һәм асосқа параллель деп жазған екен ол, белгілі. Асосқа параллель, қандай туғрысызға өткерілген, да, былай, и былай өткерілген. Мына бізде 3-ге тең дейді, мына бізде 6-ға тең, мына икте кесімі бар ғой, соға түсіреді, жақсы ба? Икте кесімі. Мен мына кесімін А деп аламын, мына кесімін Б деп аламын, Б деп аламын. Қара, мен ұсманда орта сызықты жүргізейін, да? Орта сызықты жүргізейін. Сол үшін мына жерде былай қарап орта сызықты жүргізетін болсам, үзік-үзік сызып қоямын, үзік-үзік сызып. Орта сызық бар ғой, орта сызық. Тәрепті тең 2-ге бөледі, жақсы ма? Тәреп тең 2-ге бөледі. Мынау ұсы тәреп нөге тең болады сенде? 3x. Мына аралық нөге тең болады сонда сенде? 1,5x. Мынау нөге тең болады сенде? 1,5x болады, дұрыс па? 1,5x, 1,5x. Сонда мына арасы нөге тең болады сенде? 0,5x, 0,5x. Түсінесіз ба сол? Енді бізде орта сызық тауып алайық. Қара, орта сызық қалай тауымыз? L тең 3 плюс 6 бөлінген 2 нешеге тең болады екен? 4,5. Орта сызық нөге тең екен? 4,5-ге тең екен. Енді қара, мына ортасын қайтадан сызып алайық. Мынандай қылып сызып алайық. Мынау былай, мынау былай болып тұрсын. Мына жерден өткен. Мынау 0,5x, мынау 0,5x. Так, мынау бізде А, мынау бізде Б. Мынау кішкентай трапеция ғой, дұрыс па? Кішкентай трапеция үшін не болып тұқты? Орта сызық болып тұқты. Қараңыз, 0,5 болған үшін. Енді бұл нөге тең бізде 4,5-ге. Қара, А плюс Б бөлінген 2 тең болады қайтадан нөге 4,5-ге. А плюс Б тең болады сенде нешеге? 9-ға. Енді бұл жерде вариантта келіп шығып істейміз та қаған. Вариантталардың қайсысында қоссақ 9 шығады? Вариантта. Тоғызын көру. Қайсы? А вариантта неше дейді? А? 4,5. Қараңыз, 4,5-ге тең. Себебі қоссақ нешеге тең бұл? 9-ға тең. Б вариант мысалы үшін 3,5 4,5 қоссақ неше болады? 8. С вариант 4-ге 4,5 қоссақ 8,5. 3,5-ға 5-ті қоссақ 8,5. Түсіндіңіз ба? Түсіндіңіз ба? Сіз қайсысы болып кеттіңіз? Түсіндіңіз ба? Ал, кейінгі 58. 58 ба? 58 сап, қара. Тең яғни трапецияның
Teng yo'li trapetsiyaning teng yo'li trapetsiya. Teng yo'li trapetsiya deb ataydi. Demak, yiqqatdan teng. Yiqqatdan teng. Katta asosi 3.5 ga teng. Katta asosi nima deb oladi? 3.5 yon tomoni 2 ga teng. Yon tomoni 2 ga teng. Ular orasidagi burchak 6 gradusga teng bo'lsa, 6 gradusga teng bo'lsa, uning kichik asosini toping deb atalgan. Kichik asosini toping deb atalgan. Yaxshi. Kichik asosini topib proveramiz. Tak. Bu yerda ikki turli so'rovlar qo'llasak, biri maydon bo'yicha, biri Pifagor bo'yicha sequenciya bo'ladi. Kichik asos so'rovlar ekan. Ha, mana bu. Bularga belgilab turing. Bularga ham belgilab turing. Yaxshimi? Buni endi A bo'lsa, buni parallel bo'lishi nomini nima bo'lsin deb A bo'ladi. No, 6 gradus bo'lsa, bu yerda necha gradus? 30 gradus qo'ying. Qara, Pifagordan aytdim. No, bizda gipotenuza bor. Gipotenuza 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, 30 ning qarshisini taraf nechaga teng bo'ladi? Yo'q. Gipotenuza 2 ga teng. 30 ning qarshisida katet kishi bo'ladimi? Ha? Mana 1 ga teng, mana 1 ga teng bo'ladi. Durustmi? Teng yo'li bo'lishi. Endi qara, 1 qo'shib A qo'shib B 1 nechaga teng bo'lishi kerak senda? 3.5 ga. 1 plus A plus 1 teng bo'ladi menda 3.5 ga. A teng bo'ladi 3.5 olingan 2 ga. A teng bo'lib qolsa mana nechaga? 1.5 ga. Tushundingizmi? Unutqaman, 30 ning qarshisidagi taraf gipotenuzaning yarmiga teng. Yaxshimi? Keyingi. Keyingisi necha? Necha? 63. 63 hisob. 63 hisobga qaraymiz. 63 hisob. O'tmas burchagi 120 gradus. O'tmas burchagi 120 gradus. Tak. O'tmas burchak buni bo'lmaymi bunda? No 120 gradus ekan. Asoslarning uzunligi no 4, buni 8 deydi. Teng yo'li trapetsiyaning perimetri bo'ladi. Teng yo'li bo'ladi, demak yiqqatdan teng. Yiqqatdan teng. Qara. Men bularga belgilab tuzing. Belgilab tuzing. Buni 90 gradus bo'lib qoladi-da. Bu yerda necha gradus bo'lsa ish beradi? 30 gradus. Bularga ham tushundingmi? Necha gradus bo'lsa bizda? 30 gradus, necha gradus bizda? 90 gradus. Tushundingizmi? Misol bazasak shu ko'rgan. No 30 gradus. Teng yo'lida mana burchak bilan ana burchak teng bo'lishi kerak emasmi? Mana men ish bilan mana ish tenglar senda, yaxshimi? Men bularga belgilab tuzdim. Mana 90 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana necha gradus bo'ladi? 30 gradus. Sebebi 90 ga 30 bo'lsa nechaga teng bo'ladi? 120. No 120 teng ish. Yaxshimi? Tushundingizmi? Tushundikmi? No 90 gradus. Endi qara, teng yo'lida mana aniq to'g'ri bo'ladi deb aytdim-ku men sizga. Katta asosdan kichik asosga olib tashlaymiz. 8 dan 4 olib tashlasak necha? 4 2 bo'lsak 2. Mana bu 2 ga teng bo'ladi. Qara, 30 ning qarshisida katet 2 ga teng bo'lsa, gipotenuza nechaga teng bo'ladi? 4 ga. Mana taraf 4 bo'lsa, nomi nimaga teng bo'ladi senda? 4 ga. Perimetr teng bo'lsa senda 4 plus 4 plus 4 plus nechaga? 8. Qo'shsak sigma chiqadi. Tushundingizmi? Keyingi 68. 68 hisobda. Asoslari 19 dan 5 ga teng bo'lgan trapetsiyaning diagonallari o'rtasini tutashuvchi kesmaning uzunligini toping. Tab javob aytdim. Asoslari 5 ham 19 ga teng bo'lgan trapetsiyaning diagonallarining o'rtalarini tutashuvchi kesmadir. Diagonallarning o'rtalarini tutashuvchi kesma. Bular diagonal bo'lsa, shu diagonallarning o'rtasini примерно на жерде bo'ladigan bo'lsa, uni nima deb aytib biz bana? K degan harfni belgilab oldik. O'sha K degan harf teng bo'lsa, nimaga? Katta asosdan kichik asosga olib 19 dan 5 olib tashlab nechaga bo'linga teng bo'ladi? 2 bo'linga teng bo'ladi. 19 dan 5 tashlab 2 bo'lsang 7. Nechaga teng bo'ladi ekan? 7 ga teng bo'ladi. Tushundingizmi? So'rab bormi?